Xo'sh do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sezon passning narxi qimmatlashdi. Nimaga do'stlar? Qaranglar, men sizlarga hozir batafsil tushuntiraman. Masalan, hozir bitta obunachimizni akkauntiga sezon pass ochamiz. Mana qaranglar. Mana bu yerda kod sadasi qilib bizga tashlaydi. Kodni biz mana bu yerga teramiz. Hozir mana kodni teramizda mana kirdik akkauntga. Akkauntga kirib oldik. Endi nima qilamiz? Akkauntga kirganimizdan keyin biz albatta sezon pass ochamiz obunachimizga. Mana sezon pass mana ochamiz. Xo'p, mana to'lov tasdiqlandi. Ana sezon pass ochildi. Sezon pass ochish unaqa qiyin emas. Lekin nima uchun narxi qimmatlashdi desanglar, endi qaranglar, mana bu joyga kiramizda, mana buni bosamiz. Qaranglar, mana 6 kunu 23 soat, ya'ni 7 kun, 7 kundan keyin yana bitta akkauntga kirishing mumkin deyapti. Bitta telefonda. Masalan, men bitta telefonim bor. Mana shu telefonda har doim sezon pass ochardim. Ya'ni endi biz mana bu yerda bossak ham boshqa akkauntga kira olmaymiz. Obunachimiz bizni masalan akkauntdan chiqarib yuborsa ham, mana obunachimiz meni akkauntdan chiqarib yuborsa ham, o'zimni nargi akkauntimga kirib qolib ham baribir kira olmayman. 3-4 ta akkauntdan chiqarib yuborsa ham baribir foydasi yo'q do'stlar. Bu juda ham katta muammo bo'ldi donatorlar uchun. Bu degani bir haftada bitta sezon pass beramiz. Lekin biz bitta uslubni o'ylab topdik, lekin baribir juda ham ko'p vaqt ketib qoladi u uslubga. Uning uchun 3-4 ta telefon kerak bo'ladi bizga. O'shuning uchun ana shu uslub bilan sekin-sekin kuniga maksimum borsa 5-6 ta odamga sezon pass ochib berishimiz mumkin. Sezon passning narxlari qimmatlashadi. Batafsil ana shu Telegram kanalimda narxlarini yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib ochtirishinglar mumkin do'stlar. Bizni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bizga ham oson emas, bizga ham qiyin. Sezon pass shunaqa ochilsa endi bizda emas ayb do'stlar. Dalasa o'zi shunaqa qilib qo'ydi. Agar dalasa bu narsani qo'shmaganda, mana bu iplos narsani qo'shmaganda narxlar o'zgarmasdi, har doimgidek davom etardi. Lekin afsuski dalasa narxlarni o'zgartirdi. Narxlar o'zgartirmadi. Mana bu narsani qo'shgani uchun biz narxlarni oshirishga majbur bo'ldik do'stlar. Meni to'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Hammangizga kattakon rahmat, hammangizga xayr.